Yana bir narsani aytish esimdan chiqibdi. Huquqni himoya qiluvchi organlar, prokuratura, ichki ishlar saviyasi past, dunyoqarashi past, aqlsiz, iymonsiz, vijdonsiz, Allohni tanimaydigan odamlardan foydalanyapti. Ulardan qurol sifatida foydalanyapti. Ya'ni korrupsiyani o'shalar orqali olyapti. Ehtiyot bo'lasizlar. Ular kimlar? Endi men aytib o'tib ketaman. Ular eng yaqin odamlaringiz. Sizni sir asroringizni, rejalaringizni, zaif joyingizni biladigan shaxslardan foydalanishyapti. Xuddi meniki mana. U hech qachon sizga qo'shningiz yo nariroqda turadigan mahallada yoki narigi tumandan kelib hech kim sizga tajovuz qilmaydi. Sababi u qo'rqadi. Sizni sir asroringizni bilmaydi. Boya sanab o'tgan joylarimizni bilmaydi. O'sha uchun o'shanaqa odamlardan foydalanadi. Ichki dushmanlardan foydalanadi. Chirigan tizim. Ya'ni ochko'z mana bu ayrim hokimiyat vakillari, davlat tashkiloti, organ xodimlari begona joydagi odamni ichingizga kirib turib, shu orqali "Davay shuni yo'q qil, shuni nogiron qil, shuni invalid qilib tashla" deb aytolmaydi. Sababi aytgan taqdirda bu odam rad qiladi. Qanday qilaman u ishni deydi. Yoningizda yurgan, biqiningizda yurgan odamlar bo'lsa, darrov rozi bo'ladi. Nimaga desa, ularga ish emas-da u. Sekundda qilib qo'yadi u narsani. Sababi zaif joyingizni biladi. Qanday qilsa nima bo'lishini biladi. Kuzatib yurgan. U bo'lsa akangiz, ukangiz, ota-onam nima qilmayapti-yu. Bir tarafdan o'ylab qolaman, oxiratning belgisimi nima bo'ladi? Ayamayapti hech kimni hozir. Endi ko'pchilik, endi ayrim nimalar bor. Tavba, bunaqa kino-ku bu deb o'tiribdi ko'pchilik mana shu videolarni ko'rib. Bir sog'lom oilalar ham bor, ruhan sog'lom. Jamiyatda o'rnini topib olgan. Haqiqiy musulmonlar. Lekin mana bu ayrim bir haromxo'r tepada o'tirgan ochko'zlar, poraxo'rlarni bir vazifasini bajaradigan, mana bu o'zini kasb qilib yasab olgan mana bu ko'chani eskiman deydiganlar, mana birovni ammasini, amakisini uyini tortib oladi, ammasini, dadasini, ammasini uyini tortib oladiganlar mana shunday qilib turib, tortib olib turib, o'zini akasini, amakisini pulini tortib olib turib, yetti-yot begona organ xodimlariga pora sifatida berib, ishni yopdi qilib kelaveradi. O'sha uchun ehtiyot bo'lasizlar. O'sha gapni aytish esimdan chiqib ketibdi. Yana bir marta aytaman, men o'zim harbiydan xabarim bo'lganligi sababli, hozir ham rezervdagi harbiy bo'lganligim sababli tashqaridan dushman yo'q. Iloji boricha kutmanglar ham, kelmaydi ham. Xudo xolasa. Avvalambor Alloh, lekin ichki dushmanlardan ehtiyot bo'linglar. Ichki dushman bo'lganda ham uyingiz ichida yurganlardan. O'zini foydasi uchun hech narsadan qaytmaydi. Xuddi boya boshida aytganimdek, cho'chqa bolasini yeb turib kun ko'rayotganday ayrim oilalarga shu zamonga to'g'ri kelib qoldik. Ming afsus, men oilam bo'lsa aytaman bu narsani. Mana shu ayrim manqurt miyasi ishlamaydigan, miyasiga qurt tushganlar bu tepadagi korrupsioner bilan til biriktirib, o'g'lini ham shunaqa joylarga joylashtirib, ishlatib, ishlarni yopti qilishga o'ziga poydevor taxlab, mana shu ishlarni qilyapti, ming afsus. Ehtiyot bo'lasizlar. Yana bir marta o'zlaringizni asranglar, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Rahmat.